Assalomu alaykum guruh a'zolari. Mana hozir stupenkamiz imperial qismini yasash jarayonini boshladik. Shunday ko'rinishda. Shuni figura bilan qisiladi. Bu lesnitsani qo'l ushiydigan, ya'ni perella qismi hisoblanadi. Shunda MDFdan burama qilib, chiroyli qilib tuzatiladi. Shuni xizmatlarga bo'lsa, murojaat qilish mumkin. Xudo xohlasa 3-4 kundan keyin tayyor holatni ko'rsatamiz. Ustanovkasini eng kichik chiqishini o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin.